debdi degan gap. Ammo zamush hayotim keppago. Manda xalaga birinchi qidim kirishim juma meni. Ammo meni to'g'ri bo'ldingiz ukamga. Jahon o'zgardi ukam. Salobimizga loyiq qilib. Xala pala degan nima gap bu? Hojatxona deb bir chiroyli tursa hojatxona deb otmamsiz ukam. Gap bor-ku, har qanday narsa otashda. Tog' desangiz tog' satib qoldi. Bog' desangiz bog' satib qoldi. Jo'l deb qilsangiz tikandek ko'rindi. Hojatxona deb beqiyat qandanglar ekan. Dangab ukam hojatxona deysan. Hojatxona. Hojatxona. Mehringiz bilan dang, hojatxona. Mehringiz bilan dang, hojatxona. Mehringizni demaydan, hojatxona. Mehringizni demaydan, hojatxona. Hojatxona. Bundan o'qiyapsan. Mana nima desam, men shuni debman-ku. Xo'sh, bu bir katta ukam. Tilingizni keltirib oldim. Mundaq deysiz. Endi qolgan 29.50 ning hisobotini deb beray. Kirdingiz. Qo'lingizni 3 qatim yudingiz. Aynak qarab, chechingizni tarab, o'zingizni ko'rdingiz. Aynakdan va kaydiki ketayotgan xaridorlarni ko'rib oldingiz. Buni oyog'ingiz bilan esi-chinlarimiz u yoqdan bu yoqqa dastlab qancha ovoz chiqarayotganda sir, ma xaridorlarning aram xudo, va ish bitirishiga daxl etdingiz. Uningdan boshqa kirib, mushu yo'lda yana menga chiqdingiz. Kirish, chiqish, abiyanka hammasi 29.50, jami 59.50 bitdi uka. Hey! Kirib chiqdingiz deysiz-ku. Chiqmay o'birdan qo'na qasam bo'lamsan-da? Yo'q, ukam, mush sizda chiqsin deb yetib qo'ygan. Yasab qo'yganda shuning uchun amishagimni chiqishga ayrim munosabat to'laysiz ukam. Hey, chiqqanni pul oladigan qayaning ishga, jinim aka. Astagfirullah, xabarli chekilishaymi deydi. Bunchalik davlat tushamisin haqida tushunasiz ukam. Qarang, sizlarmaylikki, laygan shayshi, laygan ganja, shinshi, paylingdan ayirib olisizlar-ku, shunday qilmayman. Ha? Hey, qizg'an ketay aka. Bu ikki ish bo'lsa, ikki ish, lekin bir gapda aka. Ha? Xo'sh, men sizga deb qo'yay. Ha? Hojatxonaringizga borgu, qayt qadam bosadigan bo'lsam men deb qo'yajman sizga hamda. Siz bu yerga qaytib qadam bosmayman desangiz, bir umr yemay ichmay o'tsangiz bo'ldi aka. Siz kerakkan, ama jahon taraqqiyoti yana qisqalashdi, bu degan shahar. Shuning uchun sizlarda xaridorlar bularni qilishib, biz bu shunday yuqori sifatli torliq o'lim tayyor qilamiz. Hozir jahon taraqqilib, bak qo'ydigan o'rinning tayli bo'lmay qolsa-ku, qarang. Avtobusimiz bor hozir. Hozir bizning shirkatning maxsus avtobusni to'sib qo'ydi, siz eshak kirsiz, aka shunga uni olib tozitimiz aytaylik qilamiz. Siz jiddiy telefon qilib, hojat qilib ketsa, Yürüyerek patata telefon biz maşinle otur aldığınızda kilip sizin harcınızı çıkınız kam. Bu diye devirde ihtiyacınız var. Baba. Naytak muhtehem. Kızıl köz bir adam gelsin. Kam. Tillima. Beka bana sağan ruhi besiminin bedelige cerimanın tölep taladı 5 gün, haladı 15 gün tutuklanmaylı. Lan pul lazım mı sizge? Pulni vermesiniz de buldu ukam 59.50 dinle. Ekrana? Xalığınızı ilip, beni mangını bir koyuna, Mada. Ahir madman kapşırdan şunda ama. Ne kilim? Sana, pulunuzdan kergi yok mu? Ammayına kitin amdı bu. Oy siz lan ne demekçi? Qarasam siz xabarli şirkin işleyirkensiz. Benim aç berip bəzi bir narsa düşürü olay davatatıb özünüz kep qapsız. Mening demoqchi bo'lganim, sizlar biz uchun yaxshi qilyapsizlar. Lekin ba'zi vaqtlarda ba'zi bir ishlarni telefonda o'qimoqchi bo'lsak, deydi. Voy bu gapni tushunib o'qsak, Uyg'urcha mulozimat kerak bo'lsa, ishkini yeysan. Avtomatik pul to'lamoqchi bo'lsangiz, ishni bersan. Oldin oyni surish demoqchi bo'lsangiz, 4 ni bersan. Oni qilmoqchi bo'lsangiz, 10 ni bersan. Mana qilmoqchi bo'lsangiz, 20 ni bersan. Hammani biz bu tanga kelganda Kechiring, mulozimatimiz mag'lub bo'ldi. Hamma ishchigaydi shuning bilan vaqtim tegnab ketidamas bo'libdi. Bizning o'zimiz davlatimiz borda. Demakki bo'g'inim, biz bu oddiy odamlarga tushunish qilib, mulozimat qilgan oddiyroq qilib qo'ysanglar bo'lamdi deydigan taklifim borda uka. Maqsadingiz mushmiti aka? Mush yo'q. Yama chaqchaqni eg'ir qilgan odamkansiz jumasiz. Qo'ydim uka. Lekin gaplaringiz biroz o'rinli.
Hozir bak aka, bizning bu xabarlash obudlarning ko'payishiga ergishib baqo. Bizga tushadigan besimi yomon Rast. Ha bizning qisman savalliklar albatta mavjud. Bo'ptirdi-ku. Lekin biz kundan kunga tuzishga tirishyapmiz. Rast, ko'ryapmiz. Sizda xalqimizning vaqo, mushta qimmatli taklif fikrlariga biz har vaqt muhtojmiz aka. Rahmat. Biz yig'ildim o'tirib qo'yapmiz. Buningdan kim bor? Bizning barliq obudlarimizning xabarlash ishlarining texmi ravon, texmi oddiy, texmi qulaylik bo'lishiga men chin ko'nglimdan kafolat berman. Xotirjam bo'lasiz bu. Rahmat. Biz shunday tutib bo'ldi. Unda xata. Adamga chiqishimni xato. Akani men 59 50 kom. Qo'yinga va kam bo'ldi. Bu chigidi bo'lsa, chaqchaq. Kirib chiqardi xolaga 50 ting birni bo'lib ketdi. Xola emas. Hojatxon. Qo'yinga. Birdan. Mekroni nima bir davlat? Hojatxon. Hojatxon. Alloh. Aka, Astagfirullah. Ne bo'lsa, chaqchaq aralash ba'zi fikrimizni deb oldik. Buning hammamizga foydasi bor. Shunday qilib. Voy, ziqqa qilgacha maqolaning suyini, hojatxona aramizning suyini ichirib atay.